Yonboshni bosdingizda bundan ham kirsangiz bo'ladi mana. Baza. Tushdi. Birinchi buni bosamiz. Tablitsi. So'zlar. Hozirda qo'l tablitsi. Bu holatga chiqadi. Bunda birinchi nomer yozasiz-da. Счетный. Buni birinchi bunga o'tadi. Bu счетный bo'ladi. Ikkinchisiga masalan buni endi ko'taradigan bo'lsak-da boshqasini. Masalan, mana buni kirib olaylik-da. Hop, chekroqni qo'shadimi? Yo'q, buni olamiz. Bir-biridan ko'p yaxshi ham bo'ladi-da. Ko'p yaxshi bo'ladi. Masalan, bu ham masalan. Mana hop oldu. Hiç olmadan vazgeç bırak beni ardına bile bak beni. Ne? Birincisi voyaga yetmaganlar ro'yxatini yaratish kerak a. Mana shu ro'yxatni yaratmoqchisiz. Avval birinchisini yozish kerak. Familiya, ism, yozib chiqish kerak. Uning uchun mana bosasiz, buni qilasiz. Mana. Mana shu narsani hozirgi mana bu yerga yaratish kerak. Mana. Bu yerga yaratish kerak buni. Buni endi siz endi o'zingiz yozib chiqish kerak. Endi men hozir esda yo'qligi uchun olasiz buni. Olsangiz bo'ladi buni, To'g'rimi? Mana. Oldingizmi? Mana. Masalan, birinchisiga o'chirsak, mana. Ketdimi? Bunga tushirasiz. Buni bosasiz. O'sha saqlanib qilib o'tkazish qanaqa bo'ladi aka? Ctrl S. Ctrl S. Ctrl S. Ctrl V marka bosasiz. Ctrl V bunga. Mana bu endi qulflash kerak-a? Buni bosasiz mana. Qulflandimi? Qulflangandan keyin mana turibdi-ku mana. Saqlanib chiqadi. Saqlanibni bosasiz. Va bu yerga yozing deydi. Buni o'chirasiz. Buni lotinga yozaman desangiz mana. Voyaga yetmaganlar. Voyaga yetmaganlar ro'yxati. Ro'yxat chiqdi mana bu yerdan. Endi buni chiqmasangiz bo'ladi buni bilan. Chiqdi Eski 2 marta desangiz bu holatga chiqadi, hozirgi holatga. Endi bu yerga yozish kerak masalan. Masalan mana hop, Ahmedov Ahmedov. Familiyasi Ahmedov. Ismi masalan Ixtiyor. Otasining ismi. Masalan Rasulovich. To'g'rimi? Tug'ilgan sana 1991. Tug'ilgan joyi masalan Andijon. Mana masalan hop. Andijon. Jinsi erkagi hop qoraligi hop O'zbekiston o'z O'zbekiston Respublikasi millati o'zbek masalan o'zbek bo'lgan guvohnomasi bunga nomer 202 37 65 masalan 38 47 mana turar joyi masalan hozir Yunusobodda turadi masalan hozir Yunusobodda turadi mana Yunusobodda uy telefoni 299 masalan mashhur nomer o'qish joyi masalan hozir qayerda bo'lsa o'qish
o'z milliy, masalan o'z o'zmu, ish joyi hozircha yo'q, ketdi. Elektron pochta masalan hop, masalan Rembo, masalan rembo.mail.ru ketdi. Otasining familiyasi Ahmedov. Otasi ham Ahmedov, Hop, Ahmedov. Masalan SHO. Otasining ish joyi. Vaqtincha ishsiz bo'lsa, Shu narsalar ham yoziladimi aka? Ha, yoziladi. Vaqtincha ishsiz, vaqtincha ishsiz. Ota lavozimi. Lavozim yo'q, Ota mobil telefoni. Ona familiyasi. Ahmedov. Masalan Ahmedova. Masalan ona ish joyi, uy bekasi. Onasi lavozimi, Ona lavozimiga yo'q, lavozimi. Ona mobil telefoni yo'q. Undan keyin fotosi, rasm qo'ysa bo'ladi bu yerga. Masalan, rasm ham qo'ysangiz bo'ladi bu yerga. Masalan, o'tkazalik sodir etgan jinoyati. Bezorilik, ko'rilgan jazo. Bunga pitcher sanama suddan yozilmagan yo'q. Undan keyin mana tugadi, Bu yaratib bo'ldi. Endi buni saqlanib qilasiz. Bunga endi zapros aytmoqchi. Zapros endi shunaqa familiyadan ko'pgina, masalan, hozir bunga qo'shaylik-da. Bu yerdan buni olib turib, hozir ko'paytirsak, qarab turing. Mana shu oson, Mana. Aka, mana shu qanday hammasini ko'kartirib oldik. O'sha qilib ko'chirib yuborasiz-ku mana shunday. Mana. Olib kelasiz, mana yerga. Qo'yasiz. Ko'kardimi? Shift, strilka. Mana. Tushdimi? Keyin Ctrl S. Tushasiz. Bu yerga. Tushdi. Ko'rdingizmi? Buda. Tushdimi? Saqlang. Zapros qidirmoqchi. Masalan, siz endi bu fayl bor. Xo'sh, xizmat. Gaplashsak bo'ladimi? Kim bilan gaplashadi o'sha mahalla? Nima qilasiz? Buni saqlanib qilasiz. Sen aytsang bo'ladimi men bilan gaplashishingni? Buxoro turibdi. Bunda masalan bu sizga bitta familiya kelib tushdi, masalan, ismi Ixtiyor 91-yil, Ismi Ixtiyor 91-yil, 92-yil yozaylik. 92-yil mana shu familiyani topish kerak, Delani top deyapti. Sizga joyga kirasiz. Konstruktor zaprosga kirasiz. Yaxshi. Voyaga yetmagan, mana. Uchortasi bu chiqadi. Yaxshi. Keyin buni olasiz. Ismi Ixtiyor, Ismi Ixtiyorni yozdingiz. Keyin tug'ilgan sanasi 1992-yil. Mana shunaqa jinoyat sodir etgan shaxs chiqdi. Siz bunga ismi Ixtiyor uchun like yozasiz, yulduzcha ismi masalan Ixtiyor, yana bittalar. Masalan, ikkita
like ikkita yulduzning o'rtasiga familiya. Shu familiyani yozib turib, bu yerdan Yaponiya qilsangiz, o'sha familiyadan nechta odam bo'lsa, o'sha chiqarib beradi. Ket. Ko'rdingizmi? Ism ixtiyordan 5 ta bor ekan. 91-yili bor ekan, 92-yili shuncha bor ekan. Endi buni chiqarib berdi-ya. Buni saqlanib qilasiz. Mana. Mana. Saqlanibmi? Hop, ket. Saqlanib bo'ldi. Endi bu yerdan saqlanib chiqib chiqdi-ya bu. Endi shuni endi zaпрос forma yaratsangiz, o'sha zaпрос forma nima? Bahrom aka? Zaпрос savol degan. Zaпрос savolmi? Savol, ana savol demoqchiki sizga ismi ixtiyor 92-yil tug'ilganlarda ro'yxatdan bitta jinoyat kelib tushdi. Siz shu familiyani topishingiz kerak, delani. Mana shu delani o'rganib chiqmash ismi ixtiyor 92-yilda tushgan familiyani masalan. Voyaga yetmagan ro'yxatdan shuni topdim desangiz, topasiz, shuni topdingiz. Oddiy shuni bitta zaprosdan kirsangiz, mana nechta borligini chiqarib berdi. Bir qancha delat tutmadingiz. 5 ta 6 ta bor ekanmi? Shu 6 tani ko'rdingiz, undan keyin kerakli oldin 91-yil. 91 oldingiz. Undan keyin buni endi formasini yaratmoqchisiz. Rasmni, formaga kirasiz, forma o'tibga. Undan keyin mana sozdaniya, master bunaqa. Zaprosga tushasiz. Okey. Bu xola chiqadi. Voyaga yetmagan ro'yxati. Buni bossangiz, bunga o'tadi. Dale. Mana bu xola chiqdi. Endi siz buni ism ixtiyor 91 da olmoqchisiz. Mana formani ikkinchisini buni saqlanib qilgandan keyin forma 2 ni bitta bossangiz, mana bu xola ketkizib beradi. Agar endi buni siz ismini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, masalan, ism bir yilini yo bir o'zgarishni o'zgartirmoqchisiz, bu yerda rejim bor. Rejim forma. Buni bitta bossangiz, mana o'zgartiradigan tushadi. Mana ismini o'zgartirmoqchisiz. Familiyasi. Sharipov deydi. Mana Sharipova. Mana Sharipov. Mana Sharipov. Demak, mana 91-yil 92-yil ekan. 92-yil ekan, ana. Endi yana buni saqlanib qilasiz. Ko'rdingizmi? Voyaga yetmagan ro'yxat sababli. Ketdi mana. Endi mana shu voyaga yetmaganlar ro'yxatidan men zapros yaratamiz bunga. Forma yaratdingiz. Mana sizga men hozir tablitga kirdingiz. Tabii endi siz shuni formasini yaratdingizmi? Shuni kirasiz. Mana shu voyaga yetmaganlardan Sharif ixtiyorni formasi kerak desa, shuni formaga kirasiz. Mana formasi. Shuni kichiksiz chiqarib turibdi mana forma. Shu. Hozir endi men yana nima qilib turib boyaga nimaga kirsam ro'yxatga zapros beraman, chiqadi ixtiyorlar, men Sharipni olaman, shunday mana chiqadi, to'g'rimi? Maqsad shu bu yerda. Maqsad shu. Biz agar ishlagan paytda qidiruvda kerak bo'ladi bu. Ko'proq boshqa narsalar ham kerak bo'ladi. Masalan, nima deydi? O'zimizga masalan yakunlarda o'tmaganlar bor, shuni ro'yxatdan chiqarish kerak. Masalan, o'tmaganlar nechta bolalar bor bo'lsa, maksimal ball shuni chiqarib bersangiz, statistika bu. Statistika.